Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilgan va sizlar tanigan Zone MC. Bugun sizlar bilan Jivaniyada kuchayamiz. Birinchi bo'lib daraxt chopishdan boshlaymiz. Xo'p, mana. Xo'sh, buguncha o'zimiz o'ynaymiz. Keyingi videolarimni ham kutib turinglar. Montaj boshlaymiz. Albatta chiqadi, sizlarni kuttirib qo'ymaymiz. Ertaga indinga yoki bugun ko'pincha video chiqarib turamiz, shorts. Katta videolar montaj bo'lyapti, ularni ham kutinglar. Xullas mana 21 ta daraxt bo'ldi. Xo'p, endi qo'y va boshqa narsalar qidirib yuramiz. Va bizni har safar qornimiz och bo'ladi, bilasizlar. Bizga yotoq ham kerak bo'ladi. Oh my god. Men bitta narsani ko'rib qoldim. Bular xullas har xil narsa yasasak bo'ladi, bilasizlar bulardan. Deb bizga kerak bo'ladi. Yana qo'y. Bu atrofda qo'y ko'rinmayapti. Lekin xullas yana bu qismni 3-qismigacha bo'ladi, albatta. Bizani like va obuna bilan qo'llab turasizlar. Ay yuragim boru qo'rqib ketdim, nima bo'lyapti deb. Albatta chaqayotgan ekan, meni chaqayaptimi, bilmadimmi? Yaxshi bilmayman Minecraftda. Bu nima? Nima qo'yur, yaxshi narsaga o'xshamayapti ko'rinishidan. Endi bizlar aylanib yuramiz. Tosh. Tulki. Atemash tikanli joyga borib oldi. Hay. Juda qo'rqib ketyapman bari. Albatta o'sha yerdan qo'rqib ketdim. Menimcha tez yugurishyapti bular. Ay. Rahmat. Ati o'ldirib berdi-ya bu ham. Ay. Do'stlar, ko'rdinglarmi hozir it meni orqamdan qoldi. Aslida bir bo'lib orqaga qaytib ketdi. Shunaqa jonzotlardan ehtiyot bo'lish kerak. Hech nima bermadi. Xo'p, endigi gal yana bitta qo'yga. 3 ta qo'y o'ldirsam yetadi menga. Meni qornim ham och qolyapti. Xo'sh. Keyingi videolarda Herobrine chaqirib turamiz. Teshmi bo'ladi, sohamdan menga top ber teshmagiladi endi. Yo'q, ularga nagaymiz. Teshmi bo'ladi endi. Asabiy kimsan? Ya'ni qorong'i tushyapti, tezroq qo'y topish kerak do'stlar. Tezroq qo'y topish kerak do'stlar. Tezroq qo'y topish kerak. Bir dona qo'y yetadi menga. Yo'vatta. Yerdan qochdim. Do'stlar, menga Wi-Fi'ni qo'y. Ana. Olish kerak tezroq bu qo'yni. Men tezroq uxlab nima qilaman? Yo'q, bu yoqqa kel.
yoqqa kel. Ay. Do'stlar. Va nihoyat do'stlar, topdim. Endi hozircha menga kerak bo'ladi. Xo'p, bizlarga hozir kerak bo'ladi. Nima kerak bo'ladi? Xo'sh, bizlarga hozir yotoq yasamaymiz. Xudoga shukr do'stlar. Yasab oldim yotog'im. Lekin ortga chekinmaymiz. Bir yo'laman, uxlab olaman, keyin ertalabgacha kamerani yoqaman. Xullas, mana uni turib oldim. Endi zombi bor ekan. Ay, creeper. Bu yoqda creeper, bu yoqda tulki, bu yoqda zombi. Ishqil bor. Ay. Do'stlar, o'lishimga salgina qoldi. O'zinglar ham ko'rdinglar. Orqamdan creeperga o'tgan ekan. Jonimni qanday qilib to'ldiraman? Voy do'stlar, men o'laman yaqinda. O'lsam haligi joyda, lekin xolos do'stlar, qanday qilib tosh topishni o'ylash kerak. Tosh topamiz endi. G'or tomon olg'a yuramiz. Qani, tezroq tosh topish kerak. Keyin pechga nima qilib, keyin bitta sal yaqin atrofga uyam quraman. Mana qo'yim kerak bo'ladi. Nima bo'ldi hozir? Do'stlar, men qornim och ko'rayotganinglarda, meni qornim juda och. Hozir o'lib qolaman men ovqat yemasam. Mana ovqatim borligi esdan chiqibdi. Xo'p, endi g'or topishim kerak. Endi hozircha biza nima mana olib turib. Xo'sh, kerka, bitta qilich borda, keyin lopatka, keyin bundan yasash kerak. Xo'sh. Menda yetadi hozirga bular. Xo'p, endi menga bolta kerak. Bolta mana. Boltada tez chopiladi. Xo'sh. Endi men toshga qidirishga boraman. Bu narsalar qilib kuchayaman. Keyin nima qilganda bu yerdan o'tamiz. Yo'q. Xo'sh, menga hozir nima kerak? Menga hozir tosh kerak. Xo'p. Yana o'tgan videoyimizda qor yog'armasin, tezroq. Issiq, hozir bahor. Bu nima edi? Esimga tushdi. Esimdan chiqib qoldi. Men kerak bo'lib qoladi. Olaveraylik-chi. Xo'sh, hozir menga tosh kerak. Tezda toshlarni topib kerga bu narsalar yasalish kerak. Undan keyin o'zimga bitta uy quraman.
Xullas, men uy qurishni yoqtirmayman. Aylanib yurishni yoqtiraman. U yoqdan bu yoqqa sakrab yurishni. Xullas, uy qurish menga emasda. Bitta uy qurib qo'yaman keyin. Uy qurmayman keyin. Bu yeram g'orga o'xshayaptimi sizlar uchun? Da g'or ekan. Xo'sh, hozir men ozgina g'orga tushish men uchun qo'rqinchli. Men g'orga tushishdan qo'rqaman. O'sha g'orni oldidan tosh, u narsalar terib olishni yoqtiraman. Sizlarning fikringlarcha g'orga kirish qo'rqinchlimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Bu yog'iga qorong'i bo'lib ketyapti. Asta-sekin ketaveraylik. Xo'sh. Atigi ikkita nima desam bo'ladi? Nima foyda? Hamma narsasidan chiqib qolyapti. Xullas, ko'mir. 2 dona ko'mir bo'pti. Do'stlar, qazib ketayotganimni qaranglar. Qayoqqa qazib ketyapman? Yo'l ochish uchun. Menga qilich kerak. Hamma narsani porядка qilib olay. Xo'p, qani. O'zimga kerakli narsalarni oldimga qo'yib olyapman. Xo'sh. Endi xo'p. Endi bizga yana tosh kerak. Narigi taraf, o'sha tarafga borib, men yoqtirgan daraxtni chopaman. Ekran qatayotganga o'xshamayaptimi? Kommentariyada yozinglar. Internet yaxshi ishlamagandan bo'ladi. Ekran qatayotgan bo'lsa. Baba o'zi ozgina qatishi mumkin. Mana sal qolsa yo'limga qaramaganimda tushib ketardim. San-Klausga o'xshab kuchayib, boy bo'lib ketaveramiz. Uni oldingi videosini ko'rgan bo'lsanglar, bobosi rahmatli. Endi-da xullas shuna bo'lib boyib ketgan bobosi sababli. Do'stlar, sizlar bilan xayrlashish vaqtimiz ketdi. Endi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.